3 yo'l bilan bilimga erishamiz. Birinchisi fikrlash orqali. Bu eng oliyjanobidir. Ikkinchisi tajriba orqali. Bu eng achinarlisi. Uchinchisi kitob orqali. Bu eng oson yo'lidir. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Odam bo'lish ba'zan shunchalar qiyin bo'ladi. Bugun biz sizlar bilan ana shunday mavzuni ochib beruvchi O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin asari haqida so'z yuritamiz. O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin asari zamonaviy o'zbek adabiyotining chuqur ma'noli, hayotiy va insoniylik mavzularini yorituvchi muhim asarlardan biridir. Bu roman orqali muallif inson qalbidagi murakkabliklar, axloqiy qadriyatlar, vijdon va ma'naviyat masalalarini o'quvchiga ochib beradi. Asardagi qahramonlarning ichki dunyosi, ularning o'zaro munosabatlari va hayotiy sinovlarga qarshi kurashlari bu kitobning eng asosiy qismi bo'lib, u har bir inson uchun chuqur o'ylashga sabab bo'ladi. Muallif inson bo'lishning nafaqat oson emasligini, balki bu yo'lda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va tanlovlarni teran ifoda etgan. Ushbu asar ayniqsa yosh avlod uchun juda foydali, chunki u orqali yoshlar hayotining ma'nosi, odamiylik va vatanparvarlik kabi muhim qadriyatlarni anglab yetadilar. Odam bo'lish qiyin bu insoniylik, vijdon va haqiqat yo'lida kurashning ta'sirli hikoyasi. Adabiyot muxlislari, talabalar, umumiy o'quvchilar uchun mazmunan boy fikr yuritishga undovchi ushbu asarni o'qishga tavsiya qilaman. Bu kitob sizga insoniylik haqida ko'p narsani o'rgatadi va hayotga yangi nazar bilan qarash imkonini beradi. Hayotiy tajriba, ma'naviy o'sishni qadrlaydigan har bir inson uchun Odam bo'lish qiyin asari chuqur ta'sir ko'rsatadigan badiiy asar bo'lib qoladi. Shuning uchun har birimiz chin inson bo'lish oson emas, lekin bu yo'ldan yurish juda muhim. O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin asari sizga bu yo'lda kuch-quvvat beradi, fikringizni boyitadi va qalbingizga yorug'lik sochadi. Asar sizni qiziqtirib qo'ygan bo'lsa, unda albatta o'qib mutolaa qiling.